Akram aka, amakim aytadilar-da. Amakim aytadilarki, o'g'lim birovda to'g'ridan to'g'ri-ku bir narsasini olib qo'yganimni bilmayman, lekin shopir bo'lganman. Bu shopir yaramaslardan bir yomon qilig'i bo'ladi, kulch o'g'irlaydigan bo'ladi deydilar. Shopir borga hammasi kulch o'g'risi bo'ladi bular. Men ham necha shopirlik qilganman. Endi o'sha kulchni egalari kelsa-ku, meni kulchimni olib qo'ygansiz desa-ku, beraman. Lekin kelsa uni ro'paramdan chiqsa, uni men tanimayman. Endi nima qilishim kerak dedilar. O'shalar nomidan sadaqa qilasiz dedim. Men o'shalar nomidan sadaqa qildim, lekin ko'nglim g'ash bo'lgan bitta joyi bor. Hazrati Ali roziyallohu taolo anhuning ayollari Hazrati Fatima onamiz roziyallohu taolo anha o'tganlarida shu bilan endi qachon ko'rishamiz Fatima desalar 3 kunda tushingizga kiraman debdilar. 3 kundan keyin tushlariga kirmay ancha vaqtdan keyin kiribdilar. Nimaga kelmadingiz desalar, ha shu qo'shnimdan bir igna oluvdim. Ignani olganman, pardaga suqib qo'ygan ekanman, shu qolib ketgan ekan, shuni hisobiga qiynalib ketdim degan ekanlar. Ammo o'g'irlagan kulishlardan nechta igna chiqardi deydilar. Uni qanaqa qilib rozi qilaman men ularni?